حياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم Arkadaşlar biz bugün şu Maalim-i Sünne en-Nebeviye hadis ko'rsatmalari kitabımızın birinci kısmı yine akide kısmının şu 8. babı Ez-zamanul lezi la yuqbalu fihil iman iman qabul qilinmaydigan vaqt degan babda to'xtalamiz. Bu vaqtda Abi Hurayradan rivoyat qilingan bir hadis var. An Abi Hurayra qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat bi imanaha khayran tulu'uş şemsi min maghribiha ve deccal ve dabbatul arz. Abi Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılındı ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem mındak degan. 3 türlük iş var. Eğer bu 3 türlük iş meydanga çıksa bir adamga burun iman etmagan imani yoki imani haqida burun yaxshilik qilmay kim qilgan amallari hech qanday manfaat bermaydi. Bu 3 ishning birincisi quyoshning mag'ribdan chiqishi, ikkinchisi dajjalning maydon kelishi, uchinchisi zamindan bir xil jonliqning dabbatul arz zamindan bir xil jonliqning maydonga chiqishi. Bu hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni tövbe qabul qilinmaydigan, imanla aytgan iman qabul qilinmaydigan, qilgan salih amallar qabul qilinmaydigan bir vaqt kelishdan burun tövbe qilib olishga, iman aytib olishga, salih amallarni ko'plab qilib olishga, aldirashga qiziqlantiradi. Şunu Resul sallallahu aleyhi ve sellem degan ki salasun 3 türlük iş var. Bu 3 türlük iş aşkarı bo'lganda bir adamning aytgan imani hech qanday foydasi bo'lmaydi yoki qilgan yaxshi amallari bu chaqda hech qanday foydasi bo'lmaydi. Bu 3 ish birincisi tulu'u shams min maghribiha quyoshning mag'ribdan chiqishi. Quyoshning normalda quyosh hozir sharqdan chiqyotidi. Bu chaqda quyosh mag'ribdan chiqadi deydi. Endi Abi Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda Rasul sallallohu alayhi va sallam undaq degan: "Men taba qabla an ta'lu'a ash-shams min maghribiha taballohu alayh." Ravahu Muslim. Rasul sallallohu alayhi va sallam deydi ki kimki quyosh mag'ribdan chiqishdan burun tövbe qilsa Allah Taala uning tövbesini qabul qiladi, uning aytgan imonini qabul qiladi, qilgan amallarini qabul qiladi degan. Ya'ni bu hadisdami quyosh mag'ribdan chiqishdan burun aytgan iman tövbelarning qabul qilinganligi, quyosh chiqqandan mag'ribdan chiqqandan keyin qilgan amalning hech qanday qabul qilinmaydiganligini ko'rib oldi. Imom Tirmizi rivoyat chiqargan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq degan: Mag'rib tarafda tövbening kengligi 70 yillik, yana bir rivoyatda kengligi 40 yillik musofi keladigan tövbening bir uchuq darvozasi bor. Bu tövbe darvozasi qat'iy taqalmaydi, ammo quyosh mag'ribdan chiqqanda bu eshik taqaladi degan. Sahih Müslim'de kelgan yana bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "La taqumus sa'atu hatta ta'lu'a ash-shamsu min maghribiha, fa iza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un. Fa yawma idhin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat bi imaniha khayran." Peygamber sallallahu deydi ki qiyomat quyosh mag'ribdan chiqmaguchilik qiyomat bo'lmaydi. Quyosh mag'ribdan chiqqanda hamma odamlar iman aytidi. Bu chaqda aytgan iman
o burun aytmaganligi uchun hech qanday foyda bermaydi, maqbul bo'lmaydi yoki İmanı hakkında bunun burun yaxşılıklarını kılmagan, imanının talep taqazası boyunca amel kılmagan kişilerinin bu quyosh mag'ribdan chiqqandan keyin qilgan amellari hech qanday qabul qilinmaydi degan. Ya'ni quyosh mag'ribdan chiqqanda qiyomat bo'ladi. Qiyomat bo'lishning alomatlarining qatoridan bo'ladi, qiyomatning intayin yaqinlashganligining. Shunga amal ibodatlarimizni quyosh mag'ribdan chiqib qilishdan burun alohida oldirishimiz, amal ibodatlarimizni qilishimizga, qilgan xatoliklarimizga tövbe qilishimiz kerak. Ikkinchisi zuhuri dajjal, dajjalning maydonga chiqishi. Endi dajjal to'g'risida nurg'un hadislar bor, dajjalning sifati haqida nurg'un hadislar bor. Dajjal to'g'risida ko'p bir mazmunlar bor. İnşallah kinki dersimizde maxsus Dajjal to'g'risida kinki bir derslerimizde to'xtalamiz inşallah. Lekin Dajjal maydon kelgandan keyin birinchi qatimda Dajjalning qiladigan ishi bu Allah dastlabdan payg'ambarlik davosini qiladi. Men payg'ambar desa, ikkinchi qatimda bu ilohlik davosini qiladi. Dajjal mushkil holatda bu zaminda 40 kun turgandan keyin İsa alayhisalom tushib bu Dajjalni öldürdü. Şununla kişiler Dajjalning fitnelerden qutuldu. Endi üçüncüsü zuhuru dabbatil arz. Ziminden bir xil hayvanning chiqishi. Endi bu hayvan qachon chiqadi deganda bu jonliq zamanning oxirida insonlar intayin buzulganda, ya'ni insonlar şeriatdan chiqib buzulganda, Allah'ның buyruqlarını terk etken çağda, al-haq dinni almashtırıp dinni çörüp taştıkan çağda Allah insanlarga ziminden bir türlük hayvanını çıkarıdı. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Estağfirullah. Yine Allah Sure Neml'nin 82. ayetinde ve iza vaqa'al qawlu aleyhim akhrajna lahum dabbeten minel ardı tukellimuhum ennen nase kanu bi ayatina la yuqinun. Yani o insanlarga azap haqliq bo'lgan chaqda biz ularga ziminden bir canlıqni chiqiramiz. O canlık ularga insanlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini, oyatlarimizga tasdiqni shu amal qilmaganligini so'zlaydi degan. Yani bu azap insanlarga vacib bo'lganda, ular insanlar kufrida izchil davomlashganlikdan, ma'siyatlarda davom qilganlik uchun qolgan chaqda jamiyatda insonlarning eng nacharlari qolib qolgan chaqda Alloh subhanahu va taolo qiyomatning yaqinlashganligini uqtirib, ya'ni shu qiyomatning cho'ng alomatlaridan bir alomat bo'lgan hayvon, bir zimindan bir xil hayvonni chiqaradi. Bu hayvon insonlar tushunadigan til bilan Alloh subhanahu va taolaning payg'ambarlarga nozil qilingan oyatlarni inkor qilganligini, yana shu oyatning taqozzosiga talab mazmunlarga amal qilmaganligini, payg'ambarlarni tasdiqlamaganligini ular tushunadigan tilda so'zlaydi. Mana bu amallar qabul qilinmaydigan, qilgan tövbelerimiz maqbul bo'lmaydigan vaqt kelganligini bildirgan alomatlardan 3-chi alomat. Endi hadisdan xulosalaymiz ki bu 3 alomat, ya'ni quyoshning mag'ribdan chiqishi, Dajjalning chiqishi va zamindan bir xil hayvonning chiqib insonlarga bu xil xitoblarni qilishi qiyomatning cho'ng alomatlarining qatoridan ekanligini ko'ra olamiz. Ikkinchisi, ya'ni biz bu hadislardan mushu qiyomatning alomatlari oshkor bo'lishdan ilgari haqiqiy samim bo'lgan tövbega, salih amallarga oldirashning lozim ekanligini ko'ra olamiz. Üçüncüsü, qiyomatning boshlanishining dastivi dunyoning muntazam bo'lgan intizomining o'zgarishlar bo'lganligini ko'ra olamiz. Ya'ni chunki quyosh mashriqdan chiqayotgan bir quyoshning mag'ribdan chiqqanligi. To'rtinchisi, ya'ni biz Alloh subhanahu va taolaning harakatlanayotgan narsani to'xtatishga, to'xtab turgan narsani harakatlantirishga, bir xil intizomda qilayotgan harakatni almashtirishga qodir ekanligini e'tiqod qilishimizning vojib ekanligini bu hadisdan ko'ra olamiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين